Tabiiy fanlar bugungi taraqqiyot yo'liga dadil qadam qo'yayotgan ilm-fan va texnologiyalar asrida atrof muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish va ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin egallaydi. So'nggi yillarda bu yo'nalishda yuzaga kelayotgan muammolarni chuqur o'rganish va ularga ilmiy asoslangan yechimlar topish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida tabiiy fanlar, dolzarb muammolar va ularning yechimlari mavzusida ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Anjuman bugungi kundagi ekologik va ilmiy tarbiyaviy muammolar, ularni hal etish yo'llari, shuningdek, tabiiy fanlarni zamonaviy usullar asosida o'qitish masalalarini muhokama qilishga bag'ishlandi. Anjuman ishi shubalarga bo'lingan holda davom etdi. Har bir shubada alohida yo'nalishlar bo'yicha dolzarb mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, tadbir davomida biologik xilma-xillikni saqlash, ekologik muvozanatni ta'minlash, atrof muhitni asrash va optimallashtirishda biologiyaning o'rni haqida ma'ruzalar tinglandi. Shuningdek, biologiya darslarida interaktiv metodlardan foydalanish, o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, tajriba asosida o'rgatish bo'yicha ilg'or yondashuvlar taqdim etildi. Bu konferensiyamizga respublikamizdagi kimyo, biologiya, geografiya fanlari bo'yicha fan doktorlari, professorlarimiz o'zlarining ma'ruzalari bilan ishtirok etmoqda. Bu ma'ruzalardan ko'rinib turibdiki, bizning tabiiy fanlar bo'yicha bugungi kundagi ayni vaqtdagi muammolar va ularning yechimiga qaratilgan dolzarb mavzular bugungi kunda o'z yechimini topmoqda. Bugungi konferensiyaning asosiy maqsadi aynan tabiiy fanlarning dolzarb muammolari deyapti. Ayni vaqtda prezidentimiz tomonidan 2025-yil atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb nomlanishi yilning nomidan kelib chiqib ham ayni vaqtdagi muammolarga qaratilgan. Masalan, kimyo sohasi bo'yicha oladigan bo'lsak, kimyodagi eritmalar yoki masalan atrof muhitga ta'siri, geografiya bo'yicha oladigan bo'lsak, masalan ozon qatlamining yemirilishi yoki Orol bo'yidagi muammolar, Orol dengizi atrofidagi muammolarning yechimiga qaratilgan. Biologiya sohasidagi yo'nalishlarida ham mana shunday muammolar o'z oldiga qo'ygan yechimlariga qaratilgan bu konferensiyamiz. Shu bilan birga geografik ta'lim-tarbiyaga yangicha yondashuvlar, ya'ni raqamli darsliklar, interaktiv xaritalar va dala mashg'ulotlaridan foydalanish orqali o'quvchilarni fanga qiziqishni oshirish usullari haqida fikr almashildi. Bugungi kunda respublikamizning sug'oriladigan yer maydonlari 4,4 million gektar maydon bo'ladigan bo'lsa, shuni 49% ga yaqini turli darajada sho'rlangan. Endi bu sho'rlanish darajasi yil sayin ortib bormoqda. Endi men bugungi qilgan ma'ruzamdan asosiy maqsad o'sha Orol tarkibidagi orol qurish natijasida hosil bo'lgan o'sha tuz qatlamlarini eroziyasi natijasida sug'oriladigan yer maydonlaridagi sho'rlanishni tarkibidagi tuzlarni kimyoviy eritmalarda tuzlar tizimini tahlili asosida 2 komponentli, 3 komponentli va ko'p komponentli sistemalar asosida tahlil qilish va ushbu tuzlarni ajratib olish yoki bo'lmasam o'sha tuzlarni to'g'ridan to'g'ri parchalash yo'li bilan zararli tuzlarni zararsiz tuzlarga aylantirish nuqtai nazaridan bir masalalar qo'yilgan. Ushbu anjuman tabiiy fanlarga oid dolzarb masalalarni muhokama qilish, ilmiy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish hamda yosh avlodni atrof muhitga nisbatan ongli va mas'uliyatli tarzda tarbiyalash yo'lida muhim qadam bo'ldi. Bunday tadbirlar ilmiy hamkorlikni kengaytirish, yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish va ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.